Bugun men eng ko'p savol bo'layotgan masalani aniq qilib tushuntiraman. Qariyalar uchun qo'shimcha pul oshdimi? Avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha ravishda 1.500.000 so'mgacha pul olishi mumkin? Kimlar esa buni kutmasligi kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ko'p odamlar hamma pensionerga pul tushar ekan deb o'ylab, keyin hafsalasi pir bo'lyapti. Ba'zilar esa aksincha o'ziga tegishli pulni talab qilmay, bilmagan holda yutqazyapti. Men bu videoda masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Agar sizning uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yolg'iz yashaydigan keksa qarindoshingiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga real pulini olishga yordam beradi. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. 1.500.000 so'm qo'shimcha hamma qariyalarga avtomatik beriladigan alohida sovg'a puli emas. Bu yerda gap bir necha holat haqida ketadi. Pensiya va nafaqalar qayta hisoblanishi, ayrim toifadagi keksalarga qo'shimcha ustamalar berilishi, oldingi oylar uchun to'lanmay qolgan farq bir yo'la tushishi yoki hujjat kech topshirilgani sababli yig'ilib qolgan summa avgust oyida berilishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar faqat o'zining asosiy pensiyasini olardi. Masalan, odam yoshga do'yib pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning ish staji, ish haqi, sug'urta badallari mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida pensiya tayinlanardi. Agar u yolg'iz bo'lsa, nogironligi bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, yoshi 80 oshgan bo'lsa yoki boshqa imtiyozli toifaga kirsa, ayrim qo'shimchalar alohida qo'shilardi. Lekin ko'pchilik bu qo'shimchalar haqida bilmagan, hujjat topshirmagan yoki menga baribir bermaydi deb yuravergan. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, ko'p hududlarda keksalarning ijtimoiy holati qayta ko'rib chiqilyapti. Pensiya ishlarida kamchilik bo'lsa aniqlanyapti. Ustama va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha murojaatlar ko'paydi. Avgust oyida ayrim fuqarolarga oddiy oylik pensiyadan tashqari qo'shimcha pul tushishi mumkin. Lekin bu pulning sababi har bir odamda har xil bo'ladi. Kimdadir bu pensiya oshganidan keyingi farq bo'ladi. Kimdadir yolg'iz keksaga beriladigan yordam bo'ladi. Kimdadir nogironlik yoki parvarish bo'yicha ustama bo'ladi. Kimdadir hujjatlar to'g'rilangani uchun avval berilmagan pul bir yo'la to'lanadi. Birinchi navbatda taxmiy yoshdan oshgan pensionerlar oilasi bu masalani tekshirishi kerak. Chunki amaliyotda eng ko'p chalkashlik aynan shu yerda bo'ladi. Odam yaqin yoshdan oshadi, lekin uning pensiya ishida qo'shimcha hisoblanganmi yoki yo'qmi, yaqinlari qiziqmaydi. Ba'zan tizimda avtomatik ko'rinadi. Ba'zan esa hujjat yoki ma'lumot aniqlashtirish talab qilinadi. Men bunday holatda doim bir narsani aytaman. Bank kartaga pul tushyapti deb xotirjam bo'lib o'tirmang. Pensiya tarkibini tekshirtiring. Ya'ni sizning umumiy pensiyangiz ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, farq to'lovi bormi? Shuni bilib oling. Masalan, bir buva daximiz 2 yoshda pensiyasi 1.200.000 so'm edi deylik. Keyin uning ish hujjatlarida avval hisobga olinmagan 6 yil staj topildi. Shu staj qo'shilgandan keyin pensiyasi 1.100.000 so'mga chiqdi. Farq oyga 2.000 so'm bo'ladi. Agar bu farq 6 oy davomida to'lanmay kelgan bo'lsa, bir yo'la 1.500.000 so'm bo'lib tushishi mumkin. Odamlar shunda avgustda 1 million qo'shimcha berildi deydi. Aslida bu yangi alohida yordam emas, balki ilgari kam hisoblangan pensiyaning farqi. Ikkinchi toifa yolg'iz yashaydigan va parvarishga muhtoj keksalar. Bu yerda ham juda ko'p nozik joy bor. Yolg'iz yashash degani faqat uyda bir o'zi turishi emas. Rasmiy jihatdan uning farzandlari bormi, vasiy yoki qarovchi bormi? Mahalla tomonidan ro'yxatga olinganmi? Ijtimoiy xizmatga ehtiyoji tasdiqlanganmi? Shular muhim. Ba'zi keksalar men yolg'izman deydi, lekin hujjatda farzandi bilan bir manzilda ro'yxatda turadi. Ba'zi keksaning farzandi chet elda. Amalda qaraydigan odam yo'q, lekin hujjatlarda bu holat aks etmagan. Mana shunday vaziyatlarda qo'shimcha yordam yoki xizmat masalasida mahalla ijtimoiy himoya bo'limi va pensiya organiga murojaat qilish kerak. Misol keltiraman. Bir onaxon 76 yoshda qishloqda yolg'iz yashaydi. 2 farzandi bor. Biri boshqa viloyatda, biri chet elda. Onaxonning pensiyasi 9.000 so'm atrofida. U doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga qiynaladi. Mahalla uni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb ro'yxatga olsa, tegishli tekshiruvdan keyin unga moddiy yordam, parvarish xizmati yoki boshqa qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralari belgilanadi. Agar hujjat avval topshirilmagan bo'lsa, avgustda bir necha oy uchun yig'ilgan summa tushishi mumkin.
Bu 300 ming ham bo'lishi mumkin. Yoki 100 ming ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatda 1 million 500 ming so'mga yaqinlashishi ham mumkin. Shuning uchun men hamma oladi demayman. Haqi bor odam tekshirtirishi shart deyman. 3-toifa nogironligi bo'lgan keksalar yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. Agar odam yoshga doir pensiya olsa, keyin sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi belgilansa, ayrim to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Lekin ko'p oilalar shifokor xulosasini oladi-yu, pensiya bo'limiga borib qayta hisoblatmaydi. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi nogironlik guruhi parvarishga muhtojlik haqidagi hujjatlar pensiya ishida aks etishi kerak. Aks holda odam o'ziga tegishli ustamani olmay yurishi mumkin. Masalan, 7 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Keyin unga ikkinchi guruh nogironlik belgilandi. Oilasi faqat dori-darmon va davolanish bilan ovora bo'lib, pensiya masalasini tekshirtirmadi. Oradan 4 oy o'tdi. Keyin hujjat topshirildi. Pensiya qayta hisoblandi va har oy 2 ming so'm qo'shimcha chiqdi. 4 oy uchun farq 1 million 400 ming so'm bo'ladi. Avgustda karta orqali shu pul tushsa, bu ham odamlar aytayotgan 20 million qo'shimcha holatiga yaqin. 4-toifa pensiyasi minimumdan past bo'lgan yoki ijtimoiy nafaqa oladigan keksalar. Bunday odamlar ko'pincha eng ko'p muhtoj toifaga kiradi. Ayrimlar hayoti davomida rasmiy ishlamagan, mehnat daftarchasi yo'q, staji yetarli emas. Shuning uchun ularga yoshga doir to'liq pensiya emas, nafaqa yoki kam miqdordagi pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar me'yoriy miqdor oshsa, minimal to'lovlar qayta hisoblanadi. Lekin bu yerda ham bir narsani tushunish kerak. O'shish miqdori hamma uchun 1 million 500 ming so'm bo'lmaydi. Kimning puli 100 mingga oshadi, kimniki 500 mingga, kimniki 300 mingga. 1 million 500 ming so'm ko'pincha bir oy uchun emas. Balki bir necha oy yig'ilgan farq uchun chiqadi. 5-toifa hujjatlarda xati bor pensionerlar. Bu juda muhim. Mehnat daftarchasida familiya boshqacha yozilgan, korxona nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Ish staji to'liq kiritilmagan, harbiy xizmat yoki dekret davri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam 20 yil ishlagan bo'ladi, lekin pensiya hisobida 15 yil ko'rinadi. Chunki qolgan 5 yil hujjat bilan tasdiqlanmagan. Agar keyin arxivdan ma'lumot topilsa, pensiya oshadi va farq to'lanadi. Mana oddiy hayotiy vaziyat. Ayol kishi 1990-yillarda tikuv fabrikasida ishlagan, korxona yopilgan. Pensiyaga chiqqanda o'sha yillar to'liq hisobga olinmagan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma oldi. Pensiya bo'limi qayta hisob-kitob qildi. Pensiya oyga bitta qator ming so'mga oshdi. Agar 8 oylik farq berilsa 20 million 440 ming so'm bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu pul osmondan tushgan sovg'a emas. Bu odamning o'z mehnati uchun olishi kerak bo'lgan pul. Agar sizning pensiyangiz to'liq, hujjatlaringiz joyida, qo'shimcha toifaga kirmaysiz. Oxirgi oylarda qayta hisoblash bo'lmagan, yosh, nogironlik, parvarish yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yangi holat yo'q bo'lsa, avgustda alohida 1 million 500 ming so'm kutish shart emas. Men buni ochiq aytaman. Chunki noto'g'ri umid ham odamni charchatadi. Qo'shnim oldi, demak men ham olishim kerak degan qo'yda yo'q. Qo'shningizda siz bilmagan staj farqi, nogironlik hujjati, ijtimoiy yordam qarori yoki oldingi oylar uchun qarzdorlik bo'lishi mumkin. Yana bir muhim nuqta. Xotin pensioner bo'lsa, ikkalasiga ham avtomatik bir xil qo'shimcha chiqmaydi. Masalan, 35 yil rasmiy ishlagan, xotin esa 8 yil rasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Erning pensiyasi ish staji va ish haqi asosida katta, xotinning pensiyasi kamroq bo'ladi. Agar qayta hisoblash bo'lsa, har birining pensiya ishi alohida ko'riladi. Oilada bitta odamga farq tushgani ikkinchi odamga ham tushadi degani emas. Eng katta xato shuki, odamlar bank kartasiga tushgan umumiy summani ko'radi, lekin uning nimadan iborat ekanini bilmaydi. Masalan, avgustda 2 million 700 ming so'm tushdi. Odam pensiyam oshib ketibdi deb o'ylaydi. Aslida uning 1 million 200 mingga oddiy oylik pensiya, 300 mingga indeksatsiya farqi. 1 million 200 mingga esa o'tgan oylar uchun qayta hisoblangan summa bo'lishi mumkin. Keyingi oy yana 1 million 500 ming kutsa tushmaydi. Chunki farq bir marta to'langan bo'ladi. Ikkinchi nozik joy, qo'shimcha pulning sanasi. Ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab belgilanadi. Ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Bu juda katta farq qiladi. Masalan, odamning 8 ming yoshga to'lgan, sanasi yanvarda bo'lsa, lekin hujjat avgustda ko'rib chiqilsa, ayrim holatda yanvardan boshlab farq hisoblanishi mumkin. Boshqa yordam turlarida esa
faqat murojaat qilingan kundan boshlab to'lanadi. Shuning uchun kechikib borsam hammasini berishadi deb o'ylash noto'g'ri. Har bir to'lovning o'z tartibi bor. 3-nozik joy, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiya qaytarimi yoki boshqa majburiy ushlanmasi bo'lsa, karta orqali tushadigan pul kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Odam menga kam berishdi deydi. Lekin aslida bir qismi qonuniy tartibda ushlab qolingan bo'ladi. Bunday vaziyatda bankdan ham, pensiya bo'limidan ham izoh olish kerak. 4-nozik joy, ro'yxat turish va yashash manzili. Ayrim ijtimoiy yordamlar odamning real yashash holatiga bog'liq. Agar keksa odam boshqa joyda yashasa, lekin ro'yxatda farzandining uyida tursa, mahalla uni yolg'iz yashovchi deb ko'rsatmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlar real hayotga mos bo'lishi kerak. Ayniqsa yolg'iz qariyalar, qarovchisiz qolganlar, ijarada yoki qarindoshnikida yashayotganlar bu masalani tartibga solib qo'yishi zarur. 5-nozik joy, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Oxirgi paytlarda pensionerlarga 22 million berilyapti. Pasport rasmingizni yuboring, karta raqamingizni bering, SMS kodini ayting degan aldolar ko'payadi. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini hech kimga bermang. Pensiya yoki ijtimoiy yordam olish uchun Telegramdagi noma'lum odamga karta ma'lumoti yuborilmaydi. Rasmiy murojaat mahalla, ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki MyPolkobuz orqali qilinadi. Agar kimdir men pulingizni tezlashtirib beraman desa, oldindan pul so'rasa, bu juda xavfli belgi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensionerning oxirgi 3 oyda olgan pullarini yozib chiqing. Har oy qachon va qancha tushgani bank ilovasidan, SMSdan yoki bankdan chiqarilgan ma'lumotdan ko'ring. Agar avgustda odatdagidan ko'p pul tushgan bo'lsa, bu pulning tarkibini bilish kerak. Nima uchun tushdi degan savolga aniq javob bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya ishini tekshirtiring. Buning uchun pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi bo'lsa o'sha, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik haqidagi hujjatlar, tibbiy xulosalar. Nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner o'zi bora olmasa, farzandi yoki ishonchli vakili qonuniy tartibda yordam berishi mumkin. 3-qadam. Mahallaga boring va ijtimoiy holatni tushuntiring. Ayniqsa keksa odam yolg'iz yashasa, daromadi kam bo'lsa, dori-darmon xarajati ko'p bo'lsa, uyda parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla bu holatni bilishi kerak. Faqat og'zaki aytib ketish yetmaydi. Ariza yozing. Arizada mening ijtimoiy holatimni o'rganib, tegishli yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Ariza topshirilganda kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. 4-qadam, agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivni qidiring. Ko'p odamlar korxona yopilgan, endi topib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida yopilgan korxonalarning hujjatlari ko'pincha davlat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish mumkin. Ishlagan yillaringiz, korxona nomi, lavozim, taxminiy davr, eski familiya bo'lsa o'shani ko'rsatish kerak. Bir dona arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. 5-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki sizga tegmaydi degan gap yetarli emas. Nega tegmasligi, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi norma asosida rad etilgani yozma ko'rsatilsa, keyin uni yuqori tashkilotga yoki sudga olib chiqish mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yozma javob talab qilsa, masala jiddiyroq ko'rib chiqiladi. Xato bo'lsa to'g'rilanadi. 6-qadam, har qanday qo'shimcha pul tushsa, keyingi oy ham shuncha bo'ladi deb reja qilmang. Avval bilib oling, bu doimiy o'sishmi yoki bir martalik farqmi? Agar doimiy o'sish bo'lsa, keyingi oy ham pensiya yangi miqdorda tushadi. Agar bir martalik farq bo'lsa, keyingi oy odatdagi pensiya tushadi. Bu oilaviy budjet uchun juda muhim. Chunki odam bir martalik pulni doimiy daromad deb o'ylab, qarzga kirib qolishi mumkin. 7-qadam, oilada keksa odam bo'lsa, uning hujjatlarini bir joyga yig'ib qo'ying. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, pensiya hujjatlari, tibbiy xulosalar, bank ma'lumotlari, arxiv javoblari, mahallaga yozilgan arizalar alohida papkada tursin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin kerak paytda juda katta vaqt tejaydi. Hujjat topilmagani uchun odamlar oylar davomida pulini ololmay yuradi. Endi sarlavhadagi savolga eng aniq javobni beraman. Avgustda 1,5 million so'm atrofida qo'shimcha pulni odatda
Bir oy ichida pensiyasi birdan shuncha oshgan hamma pensioner emas, balki oldingi oylar uchun farqi yig'ilgan odam bo'ladi. Bunga staji qayta hisoblangan pensioner nogironlik yoki parvarish hujjati kech kiritilgan keksa, yolg'iz va ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olingan fuqaro, minimal to'lovlar qayta ko'rilgan nafaqa oluvchi yoki pensiya tayinlashda xato tuzatilgan shaxs kirishi mumkin. Masalan, oyiga 300 ming so'm qo'shimcha huquq paydo bo'lib, 5 oy davomida to'lanmagan bo'lsa, jami 1 million 500 ming so'm chiqadi. Oyiga 200 ming so'm farq bo'lib, 6 oy uchun hisoblansa, yana 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Oyiga 500 ming so'm qo'shimcha bo'lib, 3 oy uchun berilsa, ham 1 million 500 ming so'm. Demak, asosiy formula oddiy. Qo'shimcha miqdor ko'paytiriladi to'lanmagan oylar soniga. Shuning uchun bir odam 600 ming oladi, boshqa odam 1 million 500 ming oladi. Uchinchi odam esa umuman olmaydi. Hammasi shaxsiy pensiya ishi va hujjatlarga bog'liq. Men tomoshabinlarga yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Davlat tomonidan belgilangan har qanday imtiyoz va qo'shimcha faqat hujjat bilan ishlaydi. Mahalladagilar biladi. Hamma ko'rib turibdi. Otam kasal, onam yolg'iz degan gapning o'zi yetmaydi. Ariza, dalolatnoma, tibbiy xulosa, arxiv ma'lumotnomasi, ro'yxat, qaror bo'lishi kerak. Hujjat bo'lsa talab qilish oson, hujjat bo'lmasa haq bo'lsa ham isbotlash qiyinlashadi. Xulosa shuki, qariyalar uchun qo'shimcha pul masalasida eng katta xato hamma bir xil pul oladi deb o'ylashdir. Avgustdagi 1 million 500 ming so'm ko'pincha bir martalik farq. Qayta hisoblash yoki ijtimoiy yordam natijasi bo'ladi. Kimning hujjati to'g'ri, kimning holati tegishli toifaga kiradi, kim o'z vaqtida murojaat qiladi, o'sha odam pulni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mening maslahatim. Bugunoq ota-onangiz yoki keksa qarindoshingizning pensiya miqdorini, stajini, qo'shimcha toifalarini va hujjatlarini tekshirib chiqing. Agar shubha bo'lsa, mahalla ijtimoiy himoya organi yoki pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir javobni yozma oling, har bir hujjatni saqlang. Agar sizning o'ylangizda avgust oyida pensiyaga qo'shimcha pul tushgan bo'lsa, kommentariyada yozing qancha tushdi va nima sababdan tushdi. Bu boshqa odamlarga ham tushunishga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning oylar davomida ololmay yurgan pulini qaytarib berishi mumkin.